seviye nereden keladi? Nice. Başkalarının gücü, aklı, cismani hareket arkalık özünün maqsadını amalga oshirishni. Bugün biz ko'pchilikga mana shu boshqarish to'g'risidagi bilganlarimizni o'rtoqlashmoqchi. Bunda bo'lsa ajrimiz uchun bizni qo'shilib yuraklarni bisitib To'lan oyiniga ko'plab gullarni avatib qo'ysanglar, bundan keyingi qismlarini tiximi sarxil qilib vaqt-vaqti sizlarga yo'llab turamiz. Bunda bo'lsa odam boshqarish to'g'risidagi sarf güzəştlərimizni yo'llashdan burun biz boshqarish degan bu gapni bir tushunib olaylik. Boshqarish degan gapni sizlar qanday tushunasizlar? Ya'ni ekran oldida ko'ringanlar boshqarish degan gap sizlarning qonunlarda qanday hukm hosil qila oladi va qanday ma'nolarni bildira oladi. Mush to'g'risida biz mush ishni oydin qilib olmasak, bu boshqarish degan gapni biz to'g'ri hal qila olmaymiz va to'g'ri tushunolmay qolamiz. Boshqarish degan bu hukm amaliyotda cho'ng doiralik, keng doiralik aytilgan bir so'z. Boshqarish, nimani boshqarish, qanday boshqarish? Sopli boshqarishla emas. Bu boshqarish degan gap anlamak qilib boshqalarning qarshiligini qo'zg'aydigan, ya'ni boshqalarga qarshi fikr hosil qiladigan gapni o'zlam chiqib turdi emas, men boshqarish ma'nosini boshqarmayman degandan keyin qarshilardan bizga bo'lgan dekonlisi, ya'ni qarama qarshilik kuchi shakllanadi yani. Har qanday avval aslida shunday bo'ladi. Boshqarish mana shunday bir so'z. Bu so'zni osonlar og'zidan iltaq bo'lmaydi. Boshqarish degan gap bu lobanning xizmatini boshqarish emas. Boshliqning qo'l ostidagilarni boshqarishi, lobanning xizmatlarini boshqarishi, ota-onaning bolani boshqarishi, qonun orqali fuqarolarni boshqarishi degandek so'zlab kelsak, bekjiq bu boshqarish to'g'risidagi gap so'zlar. Shuni biz boshqarish degan gapni o'zimiz qanday tushunyapmiz, qanday hosil qilyapmiz, hozirgi ijtimoiy turmushimizda biz kimlarni boshqaryapmiz, kimlarning boshqarishiga bo'ysunyapmiz degandek ishni oydin qilgan vaqtimizda ondan keyin biz boshqarishga to'g'ri pozitsiya tuta olamiz, to'g'ri ip mana olamiz. Bunda biz qaysi maqsadga yetmoqchi? Siz layoqatli bir boshqaruvchi bo'lsangiz, cho'qim qo'l ostingizdagilarni yaxshi boshqarib olib ma'nolaydigan bir saviyangiz bo'lishi kerak. Saviya nereden keladi? O'rganishdan keladi. To'xtamay izlanishdan keladi. Tajribadan keladi. Bunda siz boshqaruvchi, ya'ni boshqalarning qo'l ostida ishlayotgan ishlamchi, xizmatchi bo'lib qolsangiz, siz qanday boshqarasiz yoki boshqalarning boshqarishiga qanday bo'ysunib ishlab o'zingizniki manfaatingizni qondirsiz. Bu yerda hammalar shu boshqarishga bevosita munosabatlik. Boshqarish degan tushunishdan avval bayan biz so'zlab aytgandek, ota-onaning bolani boshqarishi, ya'ni bizning ota-onamiz boshqardi. Shaxsan men hozir 35 yoshga bo'lsam, hozirmi onam dadam meni boshqarib turdi. Ertaga bo'lsam, naymansiz, kech nechida kelasiz? Kechroq vaqt qolsa, nima vaqt qoldingiz, naymadingiz, kimni ko'rishdingiz degandek o'sha kichik ishlarni tortib meni boshqarib keladi. Shunga men yaxshi odam bo'lib, hozirgidek o'z yo'lim o'zim tutib mangdam. Mana kichik bir qismi hamda hammaning o'rtaq tushadigan, ya'ni partiya hukumatining qonun nizomlarini belgilab bizning boshqarishi. Qonun nizomlar bilan bizni boshqargan vaqtida biz to'g'ri yo'lda boramiz, xatolashmaymiz. Qonun orqali o'g'il manfaatimizni qo'g'day olamiz. Mana bu haqiqiy yaxshi boshqarish va boshqarilish munosabati bo'ladi. Hamda ijtimoiy turmushdagi boshqarish va boshqarilish munosabati qanday bo'ldi deganda, ijtimoiy munosabatdagi boshqarish munosabati boshqalarning qo'li orqali, ya'ni boshqalarning kuchi, aqli, jismoniy hareket orqali o'zining maqsadini amalga oshirish deb ataladi bu. Masalan, men qo'l ostida boshqarma, boshqaryapman. Boshqarish orqali oshxonani taraqqiy qildirib, oshxonani savdo qilib, pul tepib, o'zimning ehtiyojimni qondiryapman va ularga maosh berib, ularning ehtiyojini qondiryapman. Mana bu manfaat chetilgan boshqarish deb ataladi. Bu yerda so'zlab kelsak, bu boshqarish to'g'risida hukm intayin bek keng, bek cho'ng. Hem so'zlab bo'lmaymiz. Buni hammalar o'zimiz qalbimizda o'ylanib bilib olsak bo'ladi. Oddiygina biz qo'l ostimiz hozir 45 yong'in bor, shu cho'ng oshxonamizda, tarmoq oshxonamizda 23 bor. Shu 45 tani xizmatchini yaxshi boshqarib elib mangan vaqtimiz biz ko'zlagan maqsad yetalaymiz. Ya'ni ustam shagird mulozimatchi boshqaruvchi mushlarning qo'li orqali mush efendim çay taomlari va efendim mazik taomlari mavjud bo'lib turibdi va buniki yaxshi taraqqiy qila oladi. Mana bu haqiqat to'g'ri usulda ilib birilgan boshqarish munosabati. Endi boshqarilish munosabati shu. Bizning boshqaradigan o'rinlar bor. Men qo'l ostida boshqarib oshxona ochgan bo'lsam, meni boshqaradigan rayon soqchixonasi, bozor nazorat idorasi munosabatlik mush atrofimizda bizningki mushu sog'lom tijorat ilib berishimizga turtki bo'la oladigan, iqtisodni, taraqqiyotni ilgari suradigan nurg'un o'rinlar bor. Bizningki mush ishlarimizni boshqarib, tartibsizlab, ish kelsa qirqib, kam qolsa o'ylab degandek bizni boshqarib turdi. Boshqarish va boshqarilish munosabati amaliyotda mana shunday davom etadi. Hozir shu ikkining oldida siz hech kimni boshqarmasangiz yoki hech kimni boshqarishiga bo'ysunmay kelayotgan bo'lsangiz, bu ishlarimiz balki uzun davomlashishi mumkin. Hech kim meni boshqarmaydi deb o'ylab qolmaydi. Bizni qonun boshqardi. Ota-onamiz hayot bo'lsa, ota-onamiz boshqardi. Axloq boshqardi.
Onundan başqa ətrafımızdakı cəmiyyət bizni başqurub ilib mağda. Addiği mesela diyxan bozaqmı, kendi kadrları başqurdu emas, mana bunu başquruş deb ataymiz. Başquruşni faqat nuqul alda xizmetlerini başquruş emas. Bu bayon degende keng doiralik söz. Bunu biz to'g'ri oydin holatda tushunib vaqtimizda bu başquruş qarta moslashish kayfiyati shakllanadi. To'g'ri tushunmagan vaqtimizda qarshi kelishish kayfiyati shakllanadi. Shuning bilan başqurush yaxshi itbog'li bo'lmaydi.